Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda qanday qilib ana shunday Telegram botni, nakrutka botimizni Python dasturlash tilida ochishni o'rganamiz. Hozirda bu o'chirilgan holatda turibdi. Hozir shuni sizlarga yoqishni o'rgataman. Buning uchun bizning kanalimizga kirishimiz kerak bo'ladi. Ushbu Telegram botning kodini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Telegram.py faylni kompyuter yoki telefonimizga yuklab olamiz. Telefonda biroz qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki biz server kerak bo'ladi. Men server sifatida MyHost.ru serverining shell client terminalini ishlataman. Ushbu komandalar bugun bizga yordam beradi. Kerakli kutubxonalarni o'rnatib olishimiz mumkin. Qanday qilib ishlatishni men yuqoridagi videoda MyHostga qo'yishni, serverga qo'yishni bundan avvalgi videolarda ko'rsatib o'tganman. Demak, bizga kerakli bo'ladigan narsa bu shell client terminalimizga kirib olish bo'ladi. Shell client terminalimizga biz login parolimiz orqali yokida myhost.ru serverda kirish system.manager.ru sahifasi orqali kirishimiz mumkin. Men hozir bu yerga login qilish davomida videoni biroz muddat to'xtatib turaman. Men login qilib oldim. Endi yana davom etamiz. Bu yerga biz shell clientga kiramiz bu yerdan. Endi shu double nuqta kichkina harfda yozamiz. Shu double cd shu double yozamiz, else yozamiz. Domenimizni ichiga kiramiz. Bu yerda ham cd bilan kiramiz. Paste from browser qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki Ctrl C ishlamaydi. Yana else qilamiz. Biz kerakli botimiz testgram.py turgan papkani tanlab olamiz. Yana cd qilib bu yerning ham ichkarisiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan else teramiz. Else terganimizdan so'ng boshqalari papkalar telegram.py esa hozir bizda index faylimiz sifatida turibdi. Bu yerga endi yuqorida ko'rsatilgan komandalarimiz kerak bo'ladi. Biz shu yerda videoni to'xtatib kerakli kutubxonalarni o'rnatishimiz mumkin yoki o'rnatgan bo'lsak biz botni ishga tushirishimiz mumkin. Ushbu komanda orqali 24 ga 7 botni ishga tushirishimiz mumkin. Demak, yana pasta from browser main.py ni telegram.py ga o'zgartiraman. OK tugmasini bosaman, enter ni bir marta bosaman. Bot endi ishga tushgan bo'lishi kerak. Botga kiramiz. Mana javob qaytibdi. Botimiz ishga tushibdi. PHP dagi tarqalgan kodlardan hech qanday kamchiligi yo'q. Agarda video yoqgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin kanalimizga. Videoga ham like bosib, kommentingizni, sharhingizni kutaman. Yana qanday videolar chiqarishni video kommentariyasida yozib qoldiring.